Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston buxgalteriyasi uchun 3 tahriri Brest korxona dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video darsimizning mavzusi xodimlar bo'yicha hisobotlarni yaratish. Hisobotlarni yaratish uchun zarplati kadr menyusidagi отчет va kadran bo'limiga kiriladi. So'ngra quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada kadr bo'yicha turli xil giperhavlalar mavjud. Agar bizga ushbu giperhavlalardan tashqari boshqa giperhavlalar kerak bo'lsa, отчеты tugmasini bossak, kadr bo'yicha barcha hisobot turlari chiqadi. Birinchi navbatda lishniy данные сотрудниковga kiramiz. Bunda pasport ma'lumotlari, jismoniy shaxsning soliq to'lovchi identifikatsion raqami va INPS va tug'ilgan sanasi va bundan tashqari boshqa ma'lumotlar ham bor. Hiperhavlaning ustiga bosganimizda quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada sanani tanlab qo'yishimiz mumkin. Organizatsiyada esa tashkilot nomi tanlab qo'yiladi. So'ngra sformировать tugmasi bosiladi va quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada mana ko'rib turganimizdek jismoniy shaxslarning ism familiyasi, INN, INPS va tug'ilgan sanasi va tug'ilgan joyi, qaysi davlatdanligi va shunga o'xshash ma'lumotlar mavjud. Agar bizga boshqa ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi настройка tugmasini bosish orqali ma'lumotlarni o'zgartirishimiz mumkin. Bunda quyidagicha oyna ochiladi. Ochilgan oynada jismoniy shaxsning podrazdeleniyasi bo'yicha yoki lavozimi bo'yicha ham ko'rishimiz mumkin. Ushbu parametr oddiy holda turibdi. Buni boshqa bir ko'rinishga keltirish uchun pastdagi vid qismida joylashgan prostoyni расширениyaga o'zgartiramiz. So'ngra quyidagi oyna ochiladi. Polya и sortirovka qismiga o'tamiz. Polya и sortirovka qismida добавить tugmasini bosish orqali o'zimizga kerakli ma'lumotlarni qo'shib qo'yishimiz mumkin. Deylik, jinsi va bizga kerak emas ma'lumotlarni ham o'chirib qo'ysak bo'ladi. Zakrit и сформировать va ma'lumotlarni o'zgartirganimizdan so'ng quyidagicha ko'rinishga keladi. Agar bizga hisobotning ushbu shakldagi varianti kerak bo'lsa, yuqoridagi fayl tugmasini bosib, сохранить variant отчета tugmasini bossak, ushbu turdagi hisobot shakli saqlanib qoladi. So'ngra найти tugmasini bosish orqali o'zimizga kerakli ishchi xodimni tanlab olishimiz mumkin. Agar bizga ushbu hujjatning bosma shakli kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi pechat tugmasini bosish orqali qog'ozga chop etib olishimiz mumkin. So'ngra yonidagi tugmani bossak, quyidagicha pechatniy formada qanaqa shaklda qog'ozga chiqishini bilib olishimiz mumkin. Agar bizga ushbu hujjatning fayl shaklidagi, ya'ni kompyuterga saqlanadigan shakli kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi сохранить результат отчет fayl tugmasi bosiladi. Yana bir qulayliklardan biri ushbu hujjatni email orqali ham elektron pochtaga yuborsa bo'ladi. Yuqoridagi настройкаdan tashqari еще tugmasini bosib, quyidagicha parametrlardan ham foydalansak bo'ladi. Ushbu maydondan chiqamiz va X tugmasini bosamiz. X tugmasini bosganimizdan so'ng ushbu shakldagi hisobot saqlanishi yoki saqlanmasligi to'g'risidagi oyna ochiladi. Deylik, saqlab qo'yamizda va quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada hisobot nomini yozib qo'yishimiz mumkin. Bunda dastur qatorida только для автора, ya'ni faqat yaratgan odamga ko'rinsin yoki barcha foydalanuvchi ko'rinsin degan buyruqni tanlab qo'yishimiz mumkin. Saqlaning. Mana ko'rib turganingizdek quyida pastdagi qatorda yangi giperhavla qo'shildi. Bundan tashqari увольнение сотрудники va yana shtatniy сотрудники giperhavlalari mavjud. Bularga kirib, настройка tugmasini bosib, bunda ham xuddi hozirgidek polya и sortirovka qatoridan ma'lumotlarni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin.